Assalomu alaykum qadrli otaxon va onaxonlar, aziz yoshlar, hurmatli vahodoshlar. So'nggi yillarda muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich rahbarligida inson qadri uchun ezgu g'oyasi asosida hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi yashash sharoitlari hamda mahallalar qiyofasini tubdan yaxshilash, aholining muammolarini tezkorlik bilan hal etish, bir so'z bilan aytganda xalqni rozi qilish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shuni ta'kidlash joizki, barcha idora va tashkilotlar hamda xalqimiz bilan birgalikda barcha sohalarda qonunlikni mustahkamlash, jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish borasida muayyan ishlar amalga oshirildi. Jumladan, amalga oshirilgan ishlar va ko'rilgan choralar natijasida viloyatda o'tgan birinchi chorakda oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar salmog'i 19.4% ga kamayishga erishildi. Biroq yaratib berilgan imkoniyatlarga qaramasdan ayrim shaxslar noqonuniy yo'llar bilan boylik orttirish, fuqarolarni aldash va boshqa vositalar orqali ularning mol-mulkini egallashga urinishmoqda. Ayniqsa, internet tarmog'idan foydalangan holda fuqarolarga har xil turdagi ta'sir o'tkazish orqali hisob raqamlaridagi pul mablag'larini egallash holatlari ko'plab uchramoqda. O'tgan davrda viloyatimizda 917 ta kiber jinoyatlar, 40 ta firibgarlik holatlari sodir etilib, jinoyat ishlari qo'zg'atilgani buning yaqqol isboti. Shuningdek, o'tgan davrda nazoratsizlik hamda ta'lim-tarbiya ishlari to'g'ri tashkil etilmaganligi oqibatida 13 nafar voyaga yetmagan shaxslar, 9 nafar maktab o'quvchilari, 94 nafar yoshlar tomonidan jinoyat sodir etilganligi tashvishli. Achinarlisi, oilalardagi muhitni yaxshilash, ayniqsa xotin-qizlarning muammolarini o'rganib, hal etishga alohida e'tibor qaratilayotgan bir vaqtda 37 nafar xotin-qizlar tomonidan jinoyat sodir etildi. Bundan tashqari, ayrim fuqarolarimizning beparvoligi oqibatida o'zlariga tegishli mol-mulklar, texnik vositalari, chorva mollari yoki uy atroflarini qarovsiz qoldirgani oqibatida o'g'rilik jinoyatlari sodir etilishga imkoniyat yaratib berayotgani ham ayni haqiqat. Oqibatda o'tgan davrda o'g'rilik, shaxslarning jamiyatda yurish qoidalarini buzish, boshqalarning sog'ligiga ziyon yetkazish bo'yicha og'ir, o'rtacha og'ir va yengil tan jarohat yetkazish jinoyatlar qayd etildi. Yo'llarda avtomashinalar soni kundan kunga ortib, haydovchilarning mas'uliyatini oshirmoqda. Biroq ayrim haydovchilar yo'l belgilari, yo'l qoidalariga rioya etmasdan o'z boshimchalik bilan tezlikni oshirgani yoki haydovchilik guvohnomasi yo'q fuqarolarga avtomashinani boshqarishga noqonuniy ruxsat bergani natijasida o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sodir etilganligini ayanchli albatta. Hurmatli yurtdoshlar, shu sababli kelgusida hal etilishi lozim bo'lgan ko'plab masalalar borligini barchamiz yaxshi tushunamiz. Bundan kelib chiqqan holda mas'ul idoralar va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda quyidagi yangi tadbirlarni amalga oshirish yo'lga qo'yilganini ma'lum qilmoqchiman. Jinoyatlarning oldini olish, viloyatda kriminogen vaziyat barqarorligini ta'minlash bo'yicha kuchaytirilgan ish tartibi joriy etildi. Shu maqsadda mahallalardagi aholi gavjum joylar va ko'chalarga, ko'p qavatli uylarning hovlilariga, mahallalarning asosiy kirish-chiqish joylariga, savdo markazlari va bozorlarga, maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari kirish-chiqish joylariga, maktablarning ochiq sport maydonlariga, yuzni va avtoraqamlarni tanib oluvchi kameralar o'rnatildi. Mahallalardagi ko'p qavatli va yakka tartibdagi xonadonlar texnik qo'riqloviga olindi. Ko'p qavatli uylarning kirish yo'laklari oldiga tashvish tugmalari o'rnatildi. Shu kabi mahallalarda namunaviy xavfsiz yo'lak va namunaviy xavfsiz ko'chalar tashkil etildi. Natijada mazkur vositalar kriminogen vaziyatni nazorat qilish,
sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha shaxslarni tezkorlik bilan izlab topish hamda jinoyatga jazo muqarrarligi ta'minlashga salmoqli hissa qo'shmoqda. Bundan tashqari, sodir etilgan jinoyatlarni har kuni tezkor tahlil qilib, manzilli tadbirlarni belgilash, kunlik so'rov va nazorat tizimi yo'lga qo'yildi. Shu bilan birgalikda tergov sifati yanada oshiriladi. Bu jarayonlarda inson huquq va erkinliklari paymol etilishiga yo'l qo'yilmaydi. Qaysi idorada bo'lmasin, har bir tekshiruv hamda tergov ishi prokurorlarning kundalik va qat'iy nazoratida bo'ladi. Bundan buyon korrupsiyaga qarshi kurashish borasida barcha davlat va nodavlat tuzilmalari, hokimliklar, keng jamoatchilik vakillari bilan hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqamiz. Jamiyatning barcha qatlamlari salohiyatini birlashtirish yo'lida boramiz. Jamiyatda korrupsiyaga qarshi murosasizlik muhitini shakllantirishning barcha choralarini ko'ramiz. Aziz surxondaryoliklar, albatta viloyatimizda jinoyatchilik va korrupsiyaning oldini olishda, umuman barcha sohalarda qonuniylikni ta'minlashda eng avvalo mahalla ahli, yoshlar va nuroniy tashkilotlar faollariga, turli mehnat jamoalaridagi jonquyar va vatanparvar insonlarga ularning amaliy yordami va hamkorligiga tayanamiz. Agarda har bir fuqaro viloyatimizni jinoyatdan, korrupsiyadan xoli, tinch va xavfsiz o'lkaga aylantirishga o'z hissasini qo'shsa, barchamiz bir tanu bir jon bo'lib, birgalikda kurashsak ko'zlangan maqsadga albatta erishamiz. Qadrli vahodoshlar, jinoyatchilikning oldini olishda har birimiz hushyorlikni oshirishimiz, shubhali internet ilovalariga kirmaslik, notanish shaxslarga hisob raqamlar va tasdiqlash kodlarini bermaslik, mol-mulklarni qarovsiz qoldirmaslik lozimligi haqida yana bir bor ogohlantirib o'tmoqchiman. Qonunlarga qat'iy amal qilish, o'zgalar huquqiy, sha'ni va qadr qimmatini hurmat qilish, oila mustahkamligini ta'minlash, jamiyatda yurish-turish qoidalariga amal qilish ham qonuniy, ham insoniy burchimiz ekanini doimo yodda tutishimiz zarur. Aziz vahodoshlar, keling, barchamiz shu yo'lda muhtaram prezidentimizga yelkadosh bo'lib, qonun ustuvor, adolat hukmron bo'lgan jamiyatni birgalikda barpo etaylik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.